Salom aziz yurtdoshlar. Amerikadagi o'zbeklar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizga yana bir qiziqarli hikoyani taqdim etamiz. Bugungi mehmonimiz bizni kuzatuvchimiz va Green Card'a g'olibi. U vizani olgan, chipta ham qo'lida. Endi orzusi sari parvoz qilish arafasida. Amerikaga yo'l olish qanday jarayon, nima qiyinchiliklar bo'ldi, barchasini shu suhbatda bilib olasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizni juda qiziq suhbat kutib turibdi. Bugungi mehmonimiz Green Card'da yutib olgan, yaqinda Amerikaga ketish arafasida turibdi, chiptalarni ham sotib olgan. Ushbu safarga qanday tayyorgarlik ko'rayotganini, boshidan nimalar o'tkazganlari haqida gaplashamiz. Qiziq bo'lsa o'tkazib olmasdan kuzatasiz degan umidamiz. Hamma bo'lsa boshladik. Assalomu alaykum Sohibjon aka, xush kelibsiz. Tomoshabinlarga o'zingiz haqida ozgina tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Amerikadagi O'zbeklar kanali a'zolari, uni kuzatib borayotganlar, Alisher. Xudo xolasa bunday intervyuni biz ham orzu qilgan edik. Biz ham intervyu beramizmikin deb shu kanalni kuzatib borardik. Mana Xudoga shukr, orzumizga yetib mana intervyu beryapmiz. O'zi menga intervyu berayotgan odamlar o'zi omadli insonlar bo'ladi. Maqtanishmasin. Demak, omadi chopgan insonlar bo'ladi. Shunaqa. Tabriklayman yutib olganingiz bilan. Iloyim boshqalarga ham shu nasib qilishini so'raymiz. Ilohim, amin. Meni yoshim 48 da, Andijondanman. Green Card'da yutib, endi hozir vizalar tasdiqlanib Amerikaga ketish. Bir necha kunlardan keyin Amerikaga ketasiz. Chiptalar tayyor. Xudo xolasa. Sohibjon aka, biz Green Card o'ynash g'oyasi qayerdan keldi, qachon boshlandi? Shular haqida gapirib bering avval. Green Card'da o'ynash g'oyasi men endi bu kanalni kuzatib borardim. Amerikadagi O'zbeklar YouTube kanalini kuzatib borardim. 2022-yil Abdug'ofurni hali bir videosi chiqqan edi. Bir haftada 9000 degan videosi chiqqan edi. Endi menga unaqa puli qiziq bo'lmagani, menga u yerda bo'lgan sarguzashtlar qiziq bo'lgan. Qandaydir shu Amerikaga borish orzusi paydo bo'ldi menda. Puli qiziq bo'lmagan. Puli qiziq bo'lmagan, menga sarguzashtlari qiziq bo'lgan. Balki puli ham qiziq bo'lgandir. Menga ko'proq sarguzashtlari. Shunaqa ishlasa bo'lar ekanmi deb qiziqib qolganda, kommentariyada bo'lgan. Aha. Shunaqa. Menga ham balki oz-moz puli qiziq bo'lgandir, lekin ko'proq menga sarguzashtlari qiziq bo'lgan. Qandaydir shu paytda menga Amerikaga borish qiziqish paydo bo'ldi. Keyin ma'lumot to'plashni boshladim. Asosan ma'lumotlarni shu Amerikadagi O'zbeklar YouTube kanalida ma'lumot to'plashni boshladim. Keyin bilsam, bularning Telegram kanali ham bor ekan. Shu Telegram kanaliga ham a'zo bo'lib, bu kanalda ham yana ko'p ma'lumotlar berilar ekan. Har kunu tun anaqa chat yoniq turar ekan. Chatda kelib gaplashib, nima savollar bo'lsa javob olib turasiz ekan. Darvoqe shu joyda eslatib o'tamiz. Amerikada O'zbeklar YouTube kanalini ilovalarida ham qo'shib qo'yilgan. Instagram, YouTube, Telegram kanallari bor. Telegram kanallari doim aktiv, doim chat bo'lib turadi. U yerda hamma shu Amerikaga bog'liq bo'lgan, Green Card o'ynagan, yutib olgan odamlar shu yerda bir-biri bilan suhbatlashib turadi. Obuna bo'lib qo'yishingizni taklif qilamiz. Aha. Shunaqa shu kanaldan, shu asosan shu Telegram kanalidan ko'p ma'lumotlar yig'dim. Qanday o'ynash kerak, nima qilish kerak. Telegram kanalida shu yerda admin bolalar bor, shu YouTube Amerikaga ketgan bolalar bor. Shu bolalardan ko'p ma'lumot yig'dim. Bungacha Green Card haqida ma'lumot bo'lmagan, Abdug'ofur videosini ko'rganingizdan keyin Amerikaga qiziqish boshlangan. Menga asosiy sababchilardan biri, shu yerga qiziqishimga sababchisi Abdug'ofur bo'lgan. Ungacha menda Green Card haqida ma'lumot bo'lmagan. Green Cardda o'zi o'yin borligini ham hatto bilmaganman men. Green Card'ni necha marta o'ynashni yutdingiz? Avvalo shu ko'rganingizdan keyin necha marta o'ynadingiz yutgunizcha? Men yutgunim o'zi birinchi o'ynashimda. Birinchi marta birinchisida. Omadli inson ekansiz. 2022-yil bu nimalar videolarni ko'rgan bo'lsam, 1 yildan ortiq ma'lumot yig'dim.
Chunki bu ichidagi ma'lumot ko'rayotgan ma'lumot yig'ishimdan asosiy sababi bu green card o'ynagan bilan to'g'ri nimalaringizni ma'lumotlar to'g'ri kirgizmasangiz atkaz olishga sababchi bo'lar ekan. Bunaqalarni ham ko'rib turib endi to'g'ri joyda to'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz ham hali firibgarlarga uchrab qolsangiz ba'zi bir firibgar firmalarda o'ynab nimasini ololmagan, confirmation nomerini ololmagan, haligi ber desa katta pul so'raganlar bor. Endi haligi summalar juda katta summalar. 50 million, 100 million so'raganlarni eshitgan edik. Shunaqalarga uchrab qolmaslik uchun men 1 yildan ortiq shu aldanib qolmayman degan maqsadda 1 yildan ortiq bu kanalni kuzatdim. Hali nimalarini, adminlarini ham hammasini kuzatdim. Juda samimiy, yaxshi bolalar ekan. Kuzatishlaringiz bekorga ketmabdi. Xudo xolasa o'ynab yutganingizdan ma'lum bo'lib turibdi. Shunaqa. Aka, mana green cardda o'ynab yutganingiz ma'lum. Green cardda yutganingizni qayerdan bildingiz, qanday bildingiz, qanaqa holatda edi shu paytda? Yolg'iz edingiz, oila bilanmi edingiz? Yutgan paytingizdagi holat haqida gapirib bering. Green cardni natijasi chiqadigan kun keldi. Tekshiryapsiz shu holat. Natijasi chiqadigan kuni uyda men o'g'lim bilan ikkalamiz, katta o'g'lim ikkalamiz o'tirgandik. Uydagilar hammasi qaynotamga, qaynonamga ketishgan edi. Mehmon edi. Mehmonga. Biz o'zimiz shu kuni uyda biz katta o'g'lim bilan qolgan edik. Shu YouTube kanalida promo efir bo'layotdi. Amerikada o'zbeklar YouTube kanalida promo efir bo'layotdi. Haligi yutganlarni kim yutdi, nima bo'ldi shular haqida Abdug'ofur promo efir. Jonli efir qilayotgan payt. Ha, jonli efir qilayotgan paytda biz jonli efir kuzatib turuvdik. Soat 9 bo'ldi. Meniki confirmation nomerimni tekshiruvdik. Menga qandaydir xato deb nima keldi. Keyin ayolimni confirmation nomerini tekshirdik, ayolimga chiqmagan ekan. Keyin men yana o'zimni confirmation nomerimni terdik. Tergandan keyin menga yutuq chiqib qoldi. Endi boshda biz birinchi yutganimiz uchun bu haqda endi baribir ma'lumot bizda qandaydir to'liq masala ekan, yutuq qanaqa bo'lishi, chiqsa qanaqa bo'lishi haqida bizda ma'lum endi unaqa to'liq ma'lumot yo'q edi. O'g'limga ko'rsatdi, o'g'lim ko'rchi qani shu yutuq chiqdimi? Rostdan yutdingmi-kin? Rostdan yutdingmi-ki? Bizniki boshqacha ekansa, o'g'lim ham dada hozir birinchi tekshirganda boshqacha chiquvdi. Bunda mana Amerikaning gerbi bilan turibdi. Yutuq bo'lsa kerak dedi. Shundan keyin hali o'g'lim ikkovimiz bir-birimizni tabriklab, xursand bo'lib kelamiz. Ota-ola bir-birlarini tabrikladinglar. Endi hamma qarindosh, oshna-og'aynilar buni qanaqa qabul qildi? Qanaqa kutib olishdi bular eshitganda? Biz qarindoshlarimizni, oshna-og'aynilarimiz ichida bizda green card haqida ko'pchiligida ma'lumot yo'q ekan. Bu haqda birinchi tushunishmadi. U green card yutib oldik desak, qandaydir uncha tushuncha bo'lmadi. Nima u degandek bo'ldi. Qanaqadir sovg'a yutib olgan deb o'ylashdi. Ha, shunaqa deb qadarkada. Ha, shunaqa deb tushundi. U nima u green card manaqa Amerikaga yo'llanma ekan deb haligi Amerikaga ketish uchun bir sababchi bo'ladigan narsa ekan bu ham deb ularga tushuntirdim. Green card yutib olganingizni bildingiz, oshna-og'aynilarga maqtandingiz, tanish bilishlarga ular tushunmadi, lekin endi mana yutganingizni bilganingizdan keyin birinchi ishni nimadan boshladingiz? Birinchi ishni men attestatim kerak bo'lardi ekan, shahodatnomam bilan attestatim kerak bo'lardi ekan. Shahodatnoma attestatimni qidirishdan boshladim. Birinchi ish shundan bo'ldi. Farzandlarimga qizil pasport, zagran pasport olish, shulardan bo'ldi. Hujjatlarni yig'ishtirishdan boshladingiz. Ha, hujjatlar tahlashdan boshladik. Attestatimni topa olmadik. Shahodatnomamni ham, attestatimni ham topa olmadik. Hali 1-2 joyga ko'chganimizda qayerdadir qolib ketganmi, yo'qolgan ekan. Endi bizga men mana hozir yoshim 48 da bo'lsa, 48 yoshga kirgunimcha menga bu narsa kerak bo'lmagandi, bu attestatlar bizda. To'g'ri. Kerak bo'lmagan. O'zbekistonda ishlatilmaydi? Ha, ishlatilmaydi ekan. Shuning uchun menga anaqa yo'qolib ketgan ekan, men bilmagan ekanman. Buni mygov.uz saytidan olsa bo'lar ekan. Ha, mana shu joyda
o'rtoqlar, bu bitta life hack, bitta maslahat bo'ladigan bo'ldi. Demak, siz yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz ham uydan topa olmasangiz, my.go saytiga kirsangiz, shu yerda attestatlab topsa bo'ladi. Ha, bo'lar ekan. Shu menga ham bir tanishim shunday deb o'rgatgan edi. Shunga o'zimga my.go saytini ochib, shu orqali kirib, olib, shundan anaqada chiqartirib oldik. Borib maktab direktoriga olib borib pechat bilan qo'l qo'ydirib oldim. Haqiqiyligini bildirish uchun. Ko'pchilik uchun qiziq savol, Soyib aka. Endi o'zimiz ko'pchilik tushunib kelyapti. Case raqam. Necha case raqamingiz? Meni case raqamim 3803. 3800. Buni so'raganim sababim, mabodo tushunmayotganlar, ko'rsatuvimiz endi ko'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, case raqami 10 mingdan yuqori bo'lganlar elchixonaga navbat yetmaganligi sababli Amerikadan yutgan taqdirda qolib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun doim yutib olgan insondan birinchi beriladigan savol case raqamingiz necha deb so'raladi. 10 mingdan past bo'lsa, qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Demak, sizga 3000 ancha o'sha yerda o'zida ham xursand bo'ladigan joyi bor ekan. Ha, xursand bo'ladigan joyi bor. Qanaqa hujjatlar kerak bo'ldi tayyorlashga umumiy? Umumiy DS260 uchun kerak bo'ladigan hujjatlar, endi meni o'zim uchun shahodatnomam, attestatim, zagiran pasport. Ha. Shu narsa kerak bo'lar ekan. Endi bizni oilada shu narsa kerak bo'ldi. Keyin 18 ga kirgan farzand bo'lsa, 18 ga kirgan farzandni nimasini ham hali vipsnoyi yoki shu voyenniy bileti shunaqa narsasi bo'lsa, bu ham asli DS260 ga kerak emas, suhbatga kerak bo'lar ekan bu. Olib qo'yish kerak ekan. Buni ham ol deymiz. Ha. Sobjon aka, hujjatlarni tayyorlashga, DS260 ni tayyorlashib, suhbatgacha bo'lgan jarayonga umuman qancha vaqt ketdi? Hujjatlar tayyorlab, DS260 anketasini to'ldirib topshirguncha bo'lgan vaqti shu 4-mayda yutuq chiqqan bo'lsa, 1,5 oy ichida DS260 anketasini to'ldirib topshirdik, hujjatlarni tayyorlab. Ko'p vaqt emas ekan, 1,5 oy yaxshi. 1,5 oy yaxshi. Kimdir o'sha bir haftada ham topshirib berganlar bo'lar ekan, o'zi hujjati tayyor bo'lsa. Ha. Bizda endi shu attestatni, shahodatnomani qidirib nima bo'lib qoldik. Keyin pasportlarimiz chiqquncha qizil pasportlarni kutib qoldik. Mana suhbat kunini kutyapsiz. Shuni bu buyog'iga gapirib bering, nima bo'ldi? Qanaqa? Endi suhbat kunini kutyapmiz. Buning ichida bizga bitta yangi mehmon keldi. Allohga beadad shukr. O'g'il farzandli bo'ldim. Umrini, rizqini Allohim ziyoda qilsin. Umrlarini bersin. 48 yoshda. 48 yoshda. Nechinchi farzand edi? 5-farzandim. Maşallah, umrini bersin. Ismlarini nima qo'ydingiz? Muhammad Mustafa. Farzand kutyapsizlar. Bu yoqdan suhbatga tayyorgarlik. Davomini eshitamiz. Qiziq. Ha, bu endi bu farzandni ham endi 260 anketasiga kirgizishimiz kerak. Endi biz uni topshirib bo'lganmiz. U bizning 260 anketamiz o'sha Kentuckyga ketib bo'lgan, topshirilib bo'lgan. Endi uni ochib, u farzandimni qo'shtirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa u farzandimizni olib keta olmaymiz. Qolib ketib qolish ehtimoli bor. U qolib ketib qolishdan ham qolib ketib qolish, keyin farzandingizni qo'shmaydigan bo'lsangiz, ularni ularga yolg'on ma'lumot berganlikda ayblanib, sizga отказ berish ehtimoli katta ekan. Ha. U yerda homilador degan narsa kiritilmas ekanmi? Yo'q, u narsani kiritilmas ekan. Uni farzand ko'rganingizdan keyin, farzandni jinsi aniq bo'lgandan keyin, ism sharifi aniq bo'lgandan keyin bu narsa kirgizilar ekan. O'sha jarayon qanday bo'ldi keyin? Qanday kirgizdinglar? Biz endi farzandimiz chillasi chiqqandan keyin qizil pasport olib, farzandimga ham shu yangi 40 kunlik bolaga qizil pasportni oldikda, DS260 anketamizni ochtirib, farzandimni qo'shtirib qo'ydik. Shu bilan suhbatni kutayotgandik. Suhbatimiz 27-yanvarga belgilandi. Ha, farzand qo'shtirishda muammo bo'lmadi, suhbat belgilandi. Ha, muammo bo'lmadi. Suhbat bo'ladigan kun keldi. Suhbatga kirishinglar kerak. Shu yerdan boshlab suhbatlarda nimalar bo'ldi? Nimalarni his qildingiz? Shular haqida ham gapirib bering. Bizning suhbatimiz juda qiziq bo'ldi. Bir kun telefonim qo'ng'iroq jiringlab qolib, telefonimni elchixonadan telefon bo'lib qoldi. Meniki 27-yanvarga suhbat belgilangan edi.
17-yanvarga ko'chganini ma'lum qilamiz. 27-yanvar kuni profilaktika o'tkazadigan ekan elchixonada. 17-yanvarga ko'chirib qo'yibdi biz. Odatda kechiktiriladigan narsa sizlarga bizga 10 kunga ertaroq bo'ldi. Yana ham haligi 10 kunga bo'lsa ertaroq kiramiz ekan, yaqinlashdi deb yana ham haligi xursand bo'ldik. 10-yanvar kuni Medko'riga bordik. 17-yanvar kuni suhbatga bordik. Suhbatimiz soat 1 ga belgilangan. Elchixonaning oldida turibmiz. Shu yerda endi haligi shunaqa suhbatga kiradigan nimalarga bir qo'shimcha ma'lumot aytib o'taman. Bizi elchixonaning oldida turganimizda bizi pasportlarimiz onlayn registratsiya qilib qo'yish kerak ekan nimaga, elchixonaga. Bizi firmadagilar ozgina yodidan ko'tarilib qolgan edi ekan, shuni nima qilish? Registratsiya qilib qo'yish. Shuni hisobiga bizi suhbatga kirgizmadi. Biz registratsiya qilib keling deb kirayotgan yerimizda qaytarib yubordi. Endi hamma kirib ketgan, biz qolib ketdik, biz oila bilan 6 kishi borgansizlar. 6 kishi borganmiz. Oilamni ashe joyiga qo'yib, men hozir nimani to'g'rilab kelaman deb borsam, hamma obedga ketib qolgan. Juma kuni edi, nimalar ham jumaga borib, jumadan nari obed qilib keladigan edi ekan, juma namozidan nari 2:30 da keladigan edi ekan. Nimalar, firmalar uni registratsiya qiladigan. Unda xavotiringiz yana ham kuchayibdi-da, sizga ozgina vaqt bergan, siz borsiz yo'q. Qiziq. Menga 20 minut vaqt bergan edi. 20 minut ichida registratsiya qilib keling deb vaqt bergan edi. 2,5 soat qolib ketdi. 2,5 soat deganda firmadagilar keldi, registratsiya qilib berdi. Uning ichida men 2,5 soat ichida ozgina tushkunlikka tushdim. Baribir endi hammada bo'ladigan narsa, ozgina tushkunlikka tushdimda. Kirgizmasmikin, uzoq ketdim degan xavotir. Endi biz endi suhbat qoldimikin, endi atkazib oldimikin degan bir ozgina hayajonli daqiqalar bo'ldi-da, keyin baribir endi rizqimiz qayerda bo'lsa, rizqimiz bor joyda yuramiz deb keyin o'zimga o'zim dalda berib, har ish Allohdan, o'tsa ham o'tmasa ham hikmat xayrli bo'lsin deb o'zimga o'zim dalda berdim. Shuning ichida kutib turgan mobaynida biz bilan suhbatga kirib ketganlar birin-ketin chiqishni boshladi elchixonadan. Men bu yoqdan kuzatib turibman, kimdir xursand bo'lib chiqyapti, kimdir xafa bo'lib chiqyapti. Ular yuzidan nima olgani-yu, viza olgani-yu, olmagani shundoq bilinib turar ekan. Siz yana hayajon bosyapti. Hayajon bosyapti. Endi o'zi kirganlar o'zi chiqib bo'lyapti. Biz bilan kirib ketganlar ancha chiqib ketdi. Biz registratsiya qilib bu yoqqa kirgunimizcha soat 3 bo'ldi. Suhbatimiz 1 ga belgilangan, soat 3 bo'ldi. Ichkarida deyarli odam qolmagan ekan. Bitta oila endi suhbatdan o'tganmi, o'tmaganmi chiqib ketayotgan ekan. Bitta oila suhbatga o'tib ketgan ekan, bitta farzandi bor oila suhbatini kutib turgan edi ekan. Kirdikda birinchi oynaga pulni to'ladik. Shu pul to'lash nimasida ham yangi bunaqa dog'i, chizgan chiziqlari, bukilgan yerlari, ortiqcha bukilgan yerlari yo'q. Yangiroq pul olib bormasa, uni ham qabul qilmaydi ekan. Iloji boricha muammo tug'dirmaydigan holat qilib yangi puldan olib yangi pulni olib olib, yana qo'shimcha zapas olsa ziyon qilmaydi. U zapas olsa, u pul qancha pulingiz bilan borsa ham, u yerda hech qanaqa bir nimasi yo'q ekan, u oshgan pulingizni qaytarib olib kela oladi. Pulni to'lab, qancha to'ladingiz, shuni ham aytib bering. Biz 6 kishiga $2000 beruvdik, $20 qaytarib berdi. $1980 to'ladinglar. $1980 to'ladik. Keyin uni to'lagandan keyin bu yoqqa o'tib, ikkinchi oynada hujjatlarimizni bitta qizga berdik. U qiz hujjatlarimizga bitta qog'oz berdi-da, mana shu bo'yicha tahlab beringlar bizga hujjatingizni deb qaytarib berdi hujjatlarimni.
Biz shu yerda o'tirib hujjatlarimizni tahlilab o'tirganimizda vaqt qanchada tahlil bo'lasiz deb mendan so'rovdi. 5 minutda tahlil beramiz dedim. Biz asosan hujjatlarimiz tayyor tahlangan edi. Nimaga tayyor edi, suhbatga tayyor qilib tahlilab bergan edi firmada. Bir qator ko'zdan kechirib qo'yganmiz. Hali bitta suhbat bo'layotgan oila qandaydir nasrinasi yo'q chiqib ketdi. Chamamda atkaz oldi, biz bilmay qoldik nima suhbat olgan. Biz bu tomondaligimiz uchun, kuchsizdaligimiz uchun bilmadik. Endi haligi yosh oilani suhbatga chaqirib oldi, kirib ketdi. Ular kirib ketib, hech qancha vaqt o'tmay xursand bo'lib qaytib chiqdi. Menga aka tabriklang, vizamiz tasdiqlandi, sizlarga ham nasib qilsin deb men bilan yaxshalik chiroyli muomalada ko'rishib, xursand bo'lib, ma'lum xursandchilik, xursand bo'lib chiqib ketishdi. Keyin biz endi bir soatcha biz shu yerda qolib ketib qoldik. Hujjatlar topshirgandan keyin, tahlilab berganimizdan keyin 1 soatcha qolib ketdik. 1 soat meni nazarimda balki hujjatlarimizni bir tomondan tekshirgan bo'lsa, bir tomondan biz endi balki qanday odamligimizni kuzatgan bo'lishi mumkin. Kuzatgan bo'lishi mumkin. Shunaqa suhbatda ham iloji boricha unaqa agressiv harakat qilmasdan farzandlarga, oilasiga yaxshi muomalada bo'lish kerak ekan. O'zi ne только bu nimada, boshqa paytda har doim. Tim bo'lib ularning yonida. Deb bo'lib ularning yonida. Ular bunaqa narsalarga e'tibor berar ekan, men ham eshitgan edim. Necha qo'pol gapirib qo'ysa ham buni e'tiborga olib qo'yishar ekan. Shu keyin meni bizni 7-oynaga suhbatga chaqirdi 1 soatdan keyin. Endi biz kirishdan oldin bir ma'muriyga tushgan bola ma'muriyga tushdim. 7-oynaga chaqirgan edi. Juda haligi suhbatni anaqa olib borar ekan, o'tish qiyin ekan degan ozgina qattiq qo'l ekan deb ma'lumot bergan edi. 7-oynada o'di, qandaydir ozgina menda yana hayajon bo'ldi. Shu bolani gapi esimga tushib, keyin yana Allohga tavakkal qildik. Bordik. Yo'q, lekin unaqa qattiq qo'l, unaqa nima emas ekan. Haligi elchixona xodimi juda samimiy ayol ekan, juda dildan, juda maza qilib suhbat qildi. Ayol kishi, qaysi tilda gaplashdinglar? O'zbek tilida. O'zi o'zbek tilini tanlagan edim. U elchi ham o'zbek tilini bilar ekan. O'zbek tilini bilar ekan. Yaxshi unaqa bemalol o'zbek tilida gapiryapti. Birga suhbatlashib, qandaydir u oldindan gaplashib yurgan odamdaqa bir samimiy suhbat bo'ldi. Sizni ko'ngliga yaqin olibsiz, demak. Shunaqa. Ko'ngilga yaqin. Suhbat jarayonida nimalar, qanaqa savollar berdi? Shu ham qiziq. Suhbat jarayonida nimadan keyin maktabni tugatgandan keyin o'qimaganmisiz biron joyda dedi. Yo'q, o'qimaganman. Biz oilaviy sharoitimiz bizni u paytda shu ishlashni taqozo qilgancha ishlaganman men. Hunar o'rganganman. Hozirgacha shu hunarimni qilaman dedim. Keyin nechta farzandingiz bor dedi. 5 ta farzandim bor dedim. Buni farzandlarni masalan o'zi green card yoshidan baland katta bo'lib qolgan bo'lsa ham, lekin DS260 ga qo'shish kerak ekan. Va buni ham so'raydi ekan. 21 yoshdan katta farzandlarni baribir o'zini olib keta olmaysiz, lekin nimada DS2 da bo'lish kerak ekan. Baribir qo'shish kerak bo'lar ekan. Qo'shish kerak ekan. Uni qiz bola bo'lsa turmushga berib yuborgan bo'lsangiz yoki uylangan katta farzand o'g'lingiz bo'lsa ham qo'shish kerak bo'lar ekan. Qo'shish kerak bo'lar ekan. Men yaxshi katta farzandim qiz edi. Qizimni DS260 ga qo'shganman. Qizimni nimada kuyovimi ham anaqasi yozilganda, ism familiyalari, buni qo'shib qo'yish kerak ekan. Ular suhbatga bormaydi, lekin borchadi. Yo'q, lekin suhbatga bormaydi ular. Ular Amerikaga ketish uchun da'vogar emas-da? Yo'q, da'vogar emas. Da'vogar emas, lekin haligi farzandlaringiz degan savolga
nechtaligini ko'rsatib o'tish kerak ekan. Haqiqatda shu farzandim ham bor, faqat u biz bilan emas. Keyin uning ichida ayolimga savol berib qoldi. Ayolimga ham nechta farzandingiz bor dedi. Ayolim ham shunaqa 5 ta farzandimiz bor. Keyin undan keyin suhbat jarayonida 19 ga kirgan o'g'lim bor. Shu 19 ga kirgan o'g'limni shar'iy nikohda siz uylanganmisiz dedi birinchi. Keyin menga harbiy xizmatda bo'lganmisiz dedi. Ha, harbiy xizmatda bo'lganman deb harbiy xizmat bo'lgan joylarimni nimasini aytganimdan keyin yana o'g'limga qarab turib, shar'iy nikohda bir nimangiz bormi? Shar'iy nikohdamisiz dedi. Chalg'ituvchi savol. Chalg'ituvchi savollar beryapti. Keyin o'g'lim yo'q deb javob berdi. Keyin undan keyin 16 yashar o'g'limga borgandan keyin nima qilmoqchisiz dedi. Do'da o'qiyman dedi o'g'lim ham. Men borib o'qiyman. Yaxshi Amerikadagi yaxshi universitetda o'qishni niyat qilganman dedi. Shunaqaligi biz oxirida kirganimiz uchun, hali boshqa bizdan keyin unaqa suhbatda odam yo'qligi uchun elchi ham bemalol gaplashdi. Unaqaligi shoshilish bo'lmadi. Odatda rosa ko'p tiqilinch bo'ladi. 7 ta ana suhbatlashadigan joy bo'lsa, har bittasida odam turgan bo'ladi deb aytishardi. O'zim ham kirib chiqqanda shunga guvohi bo'lganman. Elchixonaga bir kirib chiqqanman. Sizlarda juda zo'r holat bo'libdi. Xoli, samimiy, bemalol gaplashadi. Ha, bemalol, xotirjam gaplashdik. Uni juda haligi qiziq suhbatlar bo'lib, ba'zi suhbatlar hozir endi esimga kelmayapti. Gap nimalari, bergan savollari ko'proq DS260 da nimani yozgan bo'lsa, shu haqda savol bo'ldi. DS260 da nimani yozgan bo'lsangiz, shu haqda savol berar ekan. Ashini siz o'zingizni asosiy o'zingizni hayotingiz haqida yozilar ekan. U yerda nima kim bo'lgansiz, nima bo'lgansiz shu haqda bo'lar ekan. Shunga to'g'ri javob bersangiz, xudo xolasa. Ularda shu dokumentdagi hujjat yozilgan narsalarni siz gapirayotganingizda ishontira olasiz haqiqatligiga. Ular uni tekshirib ko'radi. Shu savollar beriladigan holatda, demak. Ha, shunaqa. Mabodo qayerdadir shubhalanib, shubhaga o'rin tug'diradigan javob beradigan bo'lsangiz, keyin bundan o'zlari yo ma'muriy qiladi. Ma'muriy nimasida ham gapirib o'tib ketmoqchiman. Aytib o'tgandek, ma'muriy deganda avvalgi suhbatimizda ham gapirgan edik. Agar nimadandir shubhalanib qolsa, siz keltirgan ma'lumotlarda siz javob berayotganingizda ishontira olmasangiz yoki ishonmasa, qandaydir aldayapti degan his-tuyg'u paydo bo'ladigan bo'lsa, shunda sizni ma'muriy tekshiruvga qo'yib qo'yar ekan. To'g'rimi? To'g'ri, shunaqa. Shunaqa. Suhbat bo'ldi, savollar berdi. Shu suhbat bo'layotgan jarayonda 3-chi farzandimni qandaydir ko'ngli o'zib, ko'ngli aynib, o'zini yomon his qilib qoldi. Endi haligi darrov men ham haligi suhbatni nimasida u farzandimga ko'proq e'tibor qaratdim. Elchi ham bir anaqa chaqirib beraylikmi, yordam kerakmi, doktor chaqirib beraylikmi, hammasi joyidami deb u elchi ham ozgina xavotirlandi. Ular juda bir bolalarga nimasi mehri baland bo'lar ekan. Juda haligi qandaydir yordam qilgisi kelyapti, shu gap so'zidan, nimalardan, muomalalardan o'zi bilib turasiz. Shunaqangi haligi samimiy, haligi iloji bo'lsa chiqib yordam bergisi kelyapti bizga. Mana kichkina o'g'lingizni tobi qochib qoldi. Tobi qochib qoldi. Og'zini yopib, qandaydir ko'ngli ozib, shunaqa bo'layotgandi. Hali elchi ham o'zi ham ozgina bizga nimalar bo'ldi. Keyin katta o'g'limni, kichkina o'g'limni nimaga olib o'tib ketdi, chekaro joyga. Shuning ichida sizlarga doktor chaqirib beraylikmi dedi. Yo'q, men suhbatimizni yakunlasak, men farzandimni o'zim doktorga olib boraman. Desam, mayli Amerikadagi hayotinglarga omad tilayman, ilmiylar suhbatdan o'tdingiz, tabriklayman, vizanglar tasdiqlandi deb yashil qog'ozni berdi. Men u paytda menda hali farzandimni tobi qochib qolgani uchun menda ozgina u nimaga nisbatan emotsiya bo'lmadi. Shuni so'ramoqchi edim.
bu yoqda farzand og'rib turibdi, ko'ngli ozib, kasal bo'lib, bu yoqdan sizni tabriklayman, vizingiz qabul qilindi deb turibdi. Endi qanaqa emotsiyaga uchdi? Bir tomondan xafa bo'lishingiz bilmaysiz, bir yoqdan xursandchilik. Bu bir yoqdan xursandchilik, bir o'z ichimda bilinyapman, xursandchilik bo'lyapti, lekin xursandchilik bilan birga bu yoqda farzandimni nima bo'layotgani ham birga turibdi. Baribir bo'lib farzandga ustunroq keldi. Xavotiri shu ko'proq farzandim bilan bo'lib qoldim. Katta farzandlarim bilib, vizani tasdiqlangani bilib, endi u katta farzandlarim nimaga qarayotgan edi, kichkina farzandimga. Endi kichkina farzandim deganda haligi yangi tug'ilgan chaqaloq emas, 9 yoshli farzandim haqida gap ketyapti. Ular bilib bir-birini quchoqlashib, haligi nima qilib rahmat dedi. Haligi sizlar ko'rgan emotsiyalar sizlarda takrorlanadi. Ha, ular sakrab. Shunaqa, ular qandaydir xursand bo'lib, baribir haligi boshqacha bo'lar ekan endi. Uni tasavvurlash berish qiyin. Keyin chiqib farzandni doktorlarga ko'rsatdingiz, endi o'zingizga keldingiz, yutganingizni bildingiz. Endi emotsiyalar siqilyapti. Birinchi nima qildingiz? Yutib olganingizni bilgandan keyin kimgadir telefon qildingizmi? Nimadan boshladingiz? Birinchi vaqtlanishdi. Onamga telefon qildim. Onamga telefon qilib, onajon dedim, shunaqa vizalarimiz tasdiqlandi. Endi xudo xolasa endi ketamiz endi Amerikaga desam, onam shu xursand bo'ldimi, xafa bo'ldimi? Shuni to'g'risini ayting. Menga to'g'risi, lekin sen uchun xursandman dedi, lekin asli xafa bo'lganga o'xshab tuyuldi. Unaqa u so'zi samimiy chiqmadi. Men onamni bilaman. Juda o'zi bu green card yutganimdan beri qandaydir nima qilasan, ketdimiz, oldimizda turaver deb, hali onani baribir ko'ngli bo'lmaydi ekan farzandini uzoq yerga jo'natgani. 100% shunaqa javob kutgan edim. Ataylardan so'radim bu savolni. Nimaga deganda, men o'zimdan ham boshimdan o'tyapti. Hali green card yutmasimdan turib, o'ynashimni o'zidanoq onam bilan dadam xavotirga tushib boshlaydi. Ketib qolasammi, xuddiki men green card yutib ketib qoladigandek, ketib qolasammi deb xavotirga tushib, xafa bo'lishni boshlashadi. Qolganlar xursand bo'lgan taqdirda ham. Undan keyin yana kimlarga? Qarindosh, oshna og'aynilar. Endi hali mana hozir endi hammada nima bo'lib qolgan, mana Telegram gruppalar, qarindoshlar Telegram gruppasi, oshna-og'aynilar Telegram gruppasi bo'lib ketgan. Shu gruppaga yozib qo'ydim. Qarindosh urug'larni, nimalarni gruppasiga, uning ichida Abdug'ofirga yozib qo'ydim. Shunaqa nimamiz tasdiqlandi, vizamiz. Xudo xolasa ko'rishamiz. Mana siz nimangizni sabab mana qilgan yordamlar qildi. Ko'p yordamlari tegib Abdug'ofirdi. Shu kungacha kelgunimizcha. Deb xursandchilikdan Abdug'ofirga yozdim. Manaqa vizamiz tasdiqlandi deb. Keyin o'sha Telegram gruppalari, o'zimiz qarindoshlarni, oshnalar Telegram gruppasiga yozdim. Endi bizni nimada hali bizni qarindosh urug'da, oshnalarning ichida green cardni yutib Amerikaga ketgan odam yo'q deng. Qarindosh o'zini oilasida ham, qarindosh urug'ida ham yo'q ekan hatto. Green cardni yutib ketganlar yo'q ekan. Endi ba'zi bir tanishlari bor ekan, unaqa yaqin tanishlari emas ekan. Shuning uchun bizni nimalarda unga nima haqida ma'lumot yo'qligi uchun anaqa bo'lmadi. Men ularda uncha emotsiyasini sezmadim. Shu endi mana viza olib ketayotgandan keyin ular ham mana Amerikadagi o'zbeklar kanalini shunda nima bo'lganman deb ularga ham aytganim uchun ular ham kanalni ko'rib, videolarni ko'rib, endi ular ham bu yil green card o'ynaymiz deyapti. Qiziq shu. Mana suhbatdan vizani bostirib chiqqandan keyin hammaga maqtan, endi ketadigan payt kelyapti. Amerikaga qaysidir shtatni tanlash kerak. Bu yerdan ijaraga uy olish kerak. Shu masalalarni qanday hal qildingiz? Qaysi shahar tanladingiz? Uylarni qanday topdingiz? Shu masala, shular haqida ham gapirib bering. Men uylarni topishimda shu nimadagi Amerikadagi o'zbeklar Telegram kanali admin bolalari bor. Birinchi o'rinda Abdug'ofir, keyin mana Mirzohid, Azbek, Rasuljon, Ibrohimjon, yana
bir qolganlari asosan shu ko'p nimalarni yordami bilan u yerdan uy topdik. Hozir bularni o'zingiz hamma tanishlar aytishiga qaraganda Amerikadagi Filadelfiyani tanlagansiz. Ha, bular Filadelfiyada turarkan shularga yaqinroq joyga borib, ishim haligi borib ish boshlashimizga ham oson bo'ladi. Chunki bular bilan shunaqa bo'lar ekanki, mo kanalga a'zo bo'lganingizdan keyin ular bilan kunora gaplashib bitta oiladek bo'lib ketasiz ekan. Aka-uka qadrdon. Qadrdon bo'lib ketasiz ekan. U yerda nima ish qilish kerak, qanaqa bo'lish kerak, hamma yo'qdi. Bularda haligi yashirinmasdan, ochiq-oydin, samimiy bular sizga yo'l ko'rsatar ekan. Bu nimaga buni endi haligi o'z manaqa a'zo bo'lib, shu green cardni o'ynaganingizdan keyin bu yerga a'zo bo'lib nima bo'lganidan keyin bildim bu nimani. Juda haligi ular bitta oiladek gap ekan bular nimasi. Juda bir-biriga mehribon, yaxshi nimalar ekan. Shu bolalar asosan shular yordam berdi. Endi Abdug'ofurni firmasida green card o'ynaganimiz uchun shu firmada hujjatlarimizni, keyin u yoqda bo'lgan nimalarimizga asosan ko'proq yordamni Abdug'ofur berdi. O'zi Abdug'ofurni kuzatuvchilari biladi. Xabar yo'qlar uchun aytamiz. Green card lotereyasini to'ldirishda hamda yutib olgandan keyin DS260 ni hujjatlarini to'ldirishga ham Abdug'ofur o'zi tashkillashtirgan, firmalar bilan hamkorlik qilgan. Bemalol aloqaga chiqib to'ldirishingiz mumkin. Hattoki mana ko'rsatuvlarni ko'radigan bo'lsanglar, kutib olib, uyiga olib borib, joylab, mashinalar olib, xullas hayotini yo'lga sovurguncha oxirigacha turib berishadi. Xullas kvartira tayyor, gaplashdingiz. Hozir olib qo'yilganmi kvartiralar? Kvartiralar olib qo'yilgan. Bitta oila boshqa kvartiraga ko'chib ketayotgan ekan. Shularning kvartirasi bo'shayotgan ekan, ularda hali shartnomasida yana 5 oylik haqqi bor ekan. Menga shunaqangali u udashni kelib bo'ldi. Bu kvartirani nimalar menga shu tov berishdi. Shu oyma-oy $1600 to'lab, eski narxda. Eski narxda. Hozir unaqa kvartiralar o'zi narxi oshib ketibdi. Eski narxda to'lab shu yerda turib turish uchun menga shu kvartirani tov berishdi. O'zi asli bu kvartira topish ham o'zi ancha ish ekan. Buni endi bu hali boshiga tushmaguncha bilmaysiz ekan. Bularga rahmat, Alloh rozi bo'lsin mehnatlaridan. Hozir mana shu joyda Abdug'ofurni shu yerdagi do'sti ukasi shu akamizga kvartira olingan joydan ozgina obzor qilib kvartiralarni ko'rsatib bergan. Sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Menga juda yoqdi. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun 2-mart soat 9 bo'ldi. Ramazon oyini 2-kuni hammani kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Bizda havo juda ham zo'r bo'lyapti. Hozir do'stlar bitta kvartirani ko'rishga kelganman. Kecha Abdug'ofur aka telefon qilib aytgandi. Shu kvartirani kalitini olib qo'ying deb. O'zbekistondan bir oila kelayotgan ekan, o'shalarga kvartira gaplashibdi. Sizlar bilan shu kvartirani ko'ramiz. Bu kvartiramiz Northbrook apartamentsida joylashgan do'stlar. Deyarli hamma apartament bir xil. Men o'zim ham o'sha tarafda turaman. Hozir biz mana bu kvartiraga kiramiz. Sizlarga kvartirani sharoitlarini ko'rsataman. Do'stlar, kvartiramiz svet yoqamiz. Torsak svet yonar ekan. Kvartiramiz 2 xonali ekan. Shkafcha. Qani svet yoqamiz. Bu yerda ham shkaf. Bu birinchi xona. Bu yerda ham shkafi bor ekan. Remonti oddiy. Bu yerda ham shkafi bor.
Turtsasi yonish kerak yana yonda. Kiyimlarni shu yerga qo'yib. Bu yerda do'stlar dush, tualet hamma sharoit bor. Bular dushi boshqacha. Bunaqa. Keyingi xona. Ikkita xona ham o'xshash. Bu salgina kichkinaroq ekan bolalar uchun menimcha. Bu yerda ham svet yo'q. Keyin bularda nima deydi? Zaryadga qo'yadigan joyi anaqa bo'ladi, 3 talik. O'zbekistondan olib kelganda meniki ham tushmagan. Mana shu yerdan kelib olasiz, trойник. Bu yerda televizor uchun antena. Gilam. To'shasizlar. Kelib. Mana bu konditsioner pechkalarni shu yerdan boshqariladi. Mana joydan havo chiqadi. Har bitta xonada joy bor, mana shunaqa joy. Hamma sharoit bor. Gaz, холодильник ishlab turibdi mana do'stlar. Mana shu zo'r sharoitlar. Bu yerda ham bu yer zal, bu xona hisoblanmaydi do'stlar. Ikkita xona, ikkita bedroom do'stlar. Bitta, ikkita. Bu hisoblanmaydi. Bu zal. Mana kvartirani ham gaplashdim deyapsiz. U yerda endi bu yoqqa chipta olish kerak. Bungacha umumiy shungacha bo'lgan xarajat bilan shu paytgacha qancha xarajat ketdi sizda? Shu paytgacha metr ko'rikka $1300 metr ko'rikka to'lov bo'ldi. $300 ga yaqin vaksinaga nima bo'ldi? Endi so'mda to'landi, lekin nimaga hisoblasak shunaqa bo'lyapti. Undan keyingisi birinchi metr ko'rikdan oldin suhbat nima filma to'lovi shu esimdan chiqibdi. $500 oilalilarga $500, bo'ydoqlarga $400 ekan. Biz oilalik bo'lganimiz uchun $500 firma to'lov qildik. Undan keyin metr ko'rik $1600 nimasi bilan. Undan keyingi to'lovimiz $2000 suhbatga. U suhbatdan o'tib olib vizamiz tasdiqlangandan keyingi xarajatlar oilaviy $3200 ga bilet oldik. $3200 ichida 5 ta bilet, chaqaloqqa bilet bo'lmaydi ekan. 5 ta bilet. Biz oldi qatordan oldimiz, keng joydan 3 ta o'rindiq tanlab oldik. Alohida tanlab olishlar ichida bitta o'rindiqning narxi 202 ming so'mdan ekan. Biz 3 taga o'zimga, ayolimga va 3-farzandimga oldi keng joydan o'rindiq tanladik. Bu bilet narxidan tashqari, u joy tanlash yana yo'q, 3200 ichida. $3200 ichida общий narx shunaqa chiqdi. U tanlashi bilan shunaqa narx chiqdi. Aslida undan arzonroq bo'lishi mumkin. Siz tanlaganinglar uchun qimmat bo'ldi. Shunaqa, hozir biz 3 umuman bo'lsa, agar tanlab nima qilmagan bo'lsak, 3100 ga ham bormardi. Biz $100 joy tanlashga va bitta qo'shimcha 23 kilolik bagaj olishga to'ladik. Biz olib ketadigan buyumlarimiz, narsalarimiz ko'pligi sababli biz qo'shimcha bagaj oldik bitta. Boeing 787 o'rindiqlarni joylash tartibi ekonom klassiki. Mana A, B, C, D, E, F, G, H, J. Mana shu holatda joylashar ekan mana. Bu uchala joy biz sotib olgan joy. Oldimiz keng joyni sotib oldik biz. Sotib olish narxi har bir kishiga 202 mingdan ekan. Bu ham mana ozgina yangilik bo'ldi. Siz o'zingizga ma'qul kelgan joyda ham ozgina pul qo'shib turib sotib olib, shu joyda egallashingiz mumkin ekan. Keyin yana bitta shu joyda savol, bagaj degan joyingizga u yoqqa mana ketishdan oldin
nimalarni olib olish kerak ekan? Siz nimalarni olib olyapsiz? Amerikaga ketayotganlarga, yaqinda ketadiganlarga nimalarni olib olishni tavsiya qilasiz? O'zingiz misolingizda. Meni o'zimni endi men ham ko'proq u yoqqa ketgan bolalardan ma'lumot yig'dim. Ma'lumot yig'ib turib, endi bularning ichida o'zimga keraklilarini olib qoldim. Bu ma'lumotlardan o'zimizni keraklarni asosan bir qatordan kiyim, kuzgi, bahorgi, endi biz yozga yaqinlashib ketayotgan uchun yoznikini ikki qator qilib oldik. Keyin qishki kiyim. Bir qatordan qishga ham kiyim oldinglarmi? Ha, qishga ham bir qator oldik. Baribir sovuq bo'lishi mumkin borganimizda, har xil holat bo'ladi deb bir qatordan kiyim oldik. O'zimizda shu uyda ishlatiladigan plastikda, naliska, shunga o'xshagan narsalar asosan shu o'zimiz uyda ro'zg'orda ishlatiladigan shunaqa narsalar. Keyin asosiysi men o'zimni yaxshi ko'rib ishlatadigan santexnika sohasida ishlatadigan asboblarim bor. Ashlar hammasini emas, ma'lum bir qismini, ozginasini haligi nima uchun shuni olib olyapman o'zim uchun. Bu demak santexnika bilan shug'ullanasiz bu yerda, kasbingiz haqida aytib o'tdingiz. Ana shu haqida ozgina gapirib o'tib keting. Ha, men kasbim o'zi asli kafilchi usta bo'lganman. Santexnika sohasida men o'z uchun yurakdan yaxshi ko'raman. Santexnika sohasini mana 15 yildan o'tdi men santexnika sohasida ishlayotganimga. Biz o'zimizda ko'p katta bino nimalarni qilganman. Hatto mana Andijon shahardagi Devonovoy masjidi hozir isitish tizimlarini qilib berganmiz. Andijon shahridagi eng katta masjid. Eng katta masjid. O'ziga 15 ming odam sig'diradigan katta masjid. Shuni isitish tizimlarini qilib berganman. Shunaqa juda bir o'zimning kasbimni sidqidildan yoqtiraman men, yaxshi ko'raman. Ha, ona asboblarni olib ketayotganingizga ham bekor emas. Ha, shularni ham qandaydir har zamonda ushlab turasiz. Ha, uni ushlab qandaydir xumori tutib qolganda sal u yer bellarni sal kavlab turaman. Shunaqa. Yaxshi. Endi Amerikaga borgandan keyingi rejalar qanaqa? Nima ishlar bilan shug'ullanmoqchisiz? Amerikani qanaqa tasavvur qilyapsiz? Endi Amerikaga borgandan keyin yana ham aniq bo'ladi qanday bo'lishini. Bizning hozirgi tasavvurimiz borgandan keyin birinchi boshlagan ishimiz el qatori, hamma qatori shu taksi, dastavka xizmatidan boshlaymiz. Nasib bo'lsa katta mashinaga, trakka chiqib, shunda Amerika shtatlarini kezish o'zi asosiy orzu shu bo'lgan. Shu nimalarni shtatlarni aylanib Abdug'ofur ko'rsatgan joylarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ko'zim bilan ko'rib, shu orzu bo'lgan, shularni qilish. Keyin o'z sohamda ham bir shu yerda keyin bir o'zimni keyin sinab ko'raman. To'g'ri. To'g'ri yangilik. O'zingiz yaxshi ko'rgan kasb o'sha yerda hamma traktor olib keta olmaydi-ku, to'g'rimi? Santexnika ham kerak. Sovchan aka, mana hali aytdingiz, onam tabrikladi-yu, lekin ichidan ozgina baribir ketib qolayotganimga xafa bo'ldi dedingiz. Kelajakda O'zbekistonga qaytib kelish niyati bormi? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Xudo xolasa qaytib kelish niyatimiz bor, lekin avvalo borgandan keyin yana ham bilamiz. Men ko'proq o'zim hozirgi paytdagi niyatim ota-onamni bu yoqqa olib ketish. Ha, bu yoqqa olib ketish. Ha, shunaqa, shu yoqqa olib ketib, shu yerlarni ko'rsatish. To'g'ri. Shunaqa niyatim asosan. Yosh kattalar o'zi uydan chiqib kelmay qoladi, agar ularni ko'ndirib olsangiz, o'sha yoqqa olib ketganingiz haqiqatan ham yaxshi variant. Hech bo'lmaganda borib bir ko'rib kelish uchun olib ketish, shunaqa niyatim bor. Yaxshi. Sovjon aka, Green Cardda hali o'ynamaganlarga, o'ynab qo'yganlarga, suhbatga tayyorgarlik ko'rib turganlarga o'zingizni bir niyatlaringiz, tavsiyalaringiz bo'lsa, qisqacha qilib bir tavsiya berib qo'ysangiz, tilaklaringizni bildirib qo'ysangiz. Green Cardda o'ynamaganlar shu oktyabr oyida Green Card o'yini boshlanadi. Shu oktyabr oyida shu Amerikadagi o'zbeklar
kanaliga, Telegram kanaliga kirsanglar, shu yerda shu Abdug'ofurni o'zini nimalari bor, o'ynab berishadi. Shu menga ham shu bolalar o'ynab bergan. Men bularni tavsiya qilishim sababi keyingi jarayon oson bo'lar ekan. Bular bilan bo'ladigan jarayon keyin haligi qiyinchiliklarni deyarli sezmaysiz ekanda, yutuq chiqqandan keyin juda ko'p narsada yordam qilar ekan. Juda ko'p narsada yordam qilar ekan. U biz o'zimiz ko'p shu narsaga guvoh bo'ldik. Bunaqa boshqa firmalarda o'ynab qo'yib, qiyinchiliklarga uchrab, hatto men o'zimga ham Telegramga ko'pchilik yozib, kimda nima qilyapsiz, qanaqa bo'lyapsiz, bizga Amerikadan uy topishimiz kerak, xizmatimizni beramiz, bitta uyni kimning uyini topdingiz, shunaqangi savollar ham menga juda ko'p keldi. Men bularni tavsiya qilishim, hatto shu narsalarda ham bular bo'ldi o'zlari yordam qilar ekan. Qiyinchilik ko'rmaysiz ekan. Bu yerga haligi o'ynab kulib qolasiz. Muammolar hal bo'ladi. Muammolar hal bo'lar ekan. Shuning uchun Green Card'dan shularni firmasida o'ynashinglarni tavsiya qilaman. Bu yerda reklama ham ketdi. Keyingi nimasi shu o'ynaganlarga omad tilayman. Undan keyingi jarayonda ham DS260lar uchun ham shularga nimaga murojaat qilsanglar, u DS260 anketalarni ham bular o'zi hal qilib beradi. Xuddi shu sizlarga ham shu gap. Chunki u yoqqa borganda baribir tanish kerak bo'lar ekan. Bularni haqiqiy eski o'zingizni eskidan tanish odamingizdek his qilsangiz bo'laveradi. Chunki mana men o'zim boshimdan o'tdi. Juda samimiy, yaxshi bolalar ekan. Hammasi bilan qadrdon bo'lib ketdik. Qadrdon bo'lib ketdik. O'zi mana Telegram kanaliga kirib, chatlarda o'tirsanglar, o'zingiz bilasizlar kimligini bularni. Hammasi yaxshi odamlar. Endi suhbatini kutayotganlarga, yutuq chiqib suhbatni kutayotganlarga Allohdan omad so'rayman. Ilohim suhbatlarni eson-omon o'tib, manaqa intervyular berib, Amerikaga borish Allohim. O'zim kutib olaman sizlarni suhbatni o'tkazsanglar. O'zim jo'natib olaman. Sohibjon aka, samimiy suhbat uchun sizga katta rahmat. Maza qilib suhbatlashdim. Inshaalloh tomoshabinlarga ham kerakli ma'lumotlar berildi. Sizga Amerikaga borganingizdan keyin bu yerda joylashib olishingizda, yashab, ishlashingizda muvaffaqiyat tilaymiz, omad tilaymiz. Endi muxlislarga yana oxirgi so'zlaringizni aytib qo'ysangiz, shu bilan ko'rsatuvni tamomlaymiz. Muxlislar uchun endi bular bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deymiz, xudo xolasa. Men bu asli bu Amerikadagi o'zbeklar kanali juda yoqadi. Shu kanalga a'zo bo'lishinglarni so'rayman. Shular bilan bir oila bo'lib, shu Amerikalarga borib, birga shu yillarda pikniklarda o'tirishlarni tilab qolaman. Xudo xolasa. Mana o'zi kanalda ham, YouTube kanalda, Telegram kanallarda ham, Facebook, Instagramlarda ham mana kuzatib borsanglar, u yerda juda qiziq jarayonlar bo'ladi, har xil pikniklar bo'ladi, har xil joylarga o'ynagani bo'lishadi. Baribir hali odam, inson o'zi tanasiga ham dam berib, hayotdan zavqlanib yashash kerak. Faqat ish uchun emas, u hayotda yashash. Demak, qadrli do'stlar, bugun ko'rsatuvimiz tugadi. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Lekin Sohibjon aka bilan xayrlashmaymiz. Inshaalloh u yerga borganidan keyin Abdug'ofur suhbatni davom ettiradi. U yerga borgandan keyingi moslashuv jarayoni, qanaqa mashina oldi, qanaqa uyga joylashdi, nima ish qilyapti. Albatta bizga obuna bo'ling, ko'rsatuvimizni ko'rishda davom eting. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Rahmat.